Vraçımız bu pediatr Sherzod Sheknazarovich bilan suhbatni davom ettiramiz. Meni ismim Sherzod Sheknazarovich. Ko'p yillar davomida pediatr vrachi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda ona bola частный klinikasida, demak, o'z ish faoliyatimni boshladim. Hozirgi kunda mana bolajonlarimizda temperatura ko'tarilishi, quruq yo'tal, temperatura ko'tarilishi, bezovtalik uchrab turibdi. Agarda shunday muammolar bo'lsa, bemalol, demak, ona bola частный klinikasida kelib uchrashishingiz mumkin. Bemalol qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Doktor og'zina shunday o'zini o'zi, masalan, bolalar tez-tez shamollab turibdi. Shu narsalarni eldan olish maqsadida ota-onalarga nechuk maslahatlar bergan bo'lasiz? Demak, hozirgi kunda uni oldini olishimiz uchun ko'proq suyuqlik ichirishimiz kerak bo'ladi bolajonlarimizni. Demak, undan tashqari, demak, hozirgi havoga moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozirgi havoga moslashtirishimiz uchun, demak, bolajonlarimizni har xil tomonlama kiyim-kechaklarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi havoni nisbatan kiyimni shu havoga moslagan holatda, demak, kiyintirib borishimiz kerak bo'ladi. Bolajonlarimizni shu pitaniyasini, ovqatlanish rejimini, demak, nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik holatlarda shu narsalarga e'tibor qiladigan bo'lsak, bolajonlarimiz yaxshi kasalliklarga chalinmasdan o'sishda davom qiladilar. Doktor, yana sizga bir ajoyib savolim bor. Yana siz pediatrsiz. O'zi umuman bilasiz, ota-onalar o'z boshimchalik aytib, bolani temperaturasi chiqib turadimi yoki o'ksirik bo'lib turadimi yoki yana bir qandaydir holatlarda o'z boshimchalik aytib, borib aptekadan dori olib ichiradilar, ta'sir etmaganidan keyin doktor qidiradilar. Shundan chiqaringiz, maslahatlarni bergan bo'lar edingiz bu o'z boshimchalikka. To'g'ri. Hozirgi kunda bo'lib turgan kasalligimiz, demak, ORV sezon bo'lib turibdi. Hozirgi vaqtda respiratorli kasalliklar bo'lib turibdi. Bu narsa katta xato hisoblanadi. Chunki bolajonlarimizda quruq yo'tal bo'lib turibdi. Hozirgi vaqtda balg'amli yo'tal bo'lib turibdi. O'z boshimchalik qilib, borib aptekaga borib dori-darmonlar olishlar bilan hammasi xato hisoblanadi. Chunki nima uchun xato deb turibmiz? Bolajonimizda agarda quruq yo'tal bo'lib turgan bo'lsa, hurmatli momashalar, sizlarga iltimos, aptekaga borib, har xil ambraksol, balg'am ko'chiruvchi vositalarni olmanglar. Chunki quruq yo'tal bo'lib turgan vaqtida ambraksol preparatlarimiz yoki bo'lmasam balg'am ko'chiruvchi preparatlarimiz ishlamaydi. Naborot, bolamizni ko'proq yo'taltirishga majbur qiladi. Uning vaqtida boshqa bir narsalarni qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, biza vrachga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi-da. Uning vaqtida sizlar shu narsani yaxshilab tushunib olinglar. Temperatura chiqdimi? Bolada yo'tal boshlandimi? Demak, sirazi aptekaga yugurmanglar. Iltimos sizlardan vrachga murojaat qilinglar. Vrach sizning uchun necha yillardir ishlab, qanchadir bolani yaxshilab parvarish qilib, yaxshilab davolab chiqargan hisoblanadi u. Sizning farzandlarning necha birisini ko'rib, yaxshilab davolab chiqargan hisoblanadi. Shuning uchun bu aptekachimizda farqi yo'q, sotib beraveradi. Farqi, demak, sizlarni bolaga bo'ladi. Shuning uchun iltimos sizlardan bormanglar, qabul qilmanglar. Vrachga murojaat qilinglar. Qaysi vrach bo'lsa murojaat qilinglar. Men ona bola klinikasida o'tiribman. Mana, demak, частный klinikada ish faoliyatimni boshladim. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Azizlarim, bugungi video obzorlarimiz Surjumet ona va bola klinikasidan qisqacha sizlar uchun ma'lumotlar bo'ldi. Yana kommentariyada yozsangizlar, keyingi ma'lumotlar bilan yana tanishtiramiz sizlarni. Savollar qiziq bo'lsa, bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Surjumet ona va bola klinikasida esa sizlarni sog'lom bo'lishlaringiz uchun harakat etib turgan doktorlarning konsultatsiyalarida kutib qolamiz. Kasal bo'lmanglar. Avvalo biri farzand kutib turganlar esa chillaxona, marhamat va bolalaringizni quchoqlab, qo'llaringizda olib chiqib ketinglar deb qolamiz.